got up the army and slayed their king. He took all their lands and stole their bling. The citizens pretend to like him, and his name is Tim. Bugun Timlanding kamtar fuqarosi huzurimga nima xabar olib keldi? U buyuklar buyugi qirol Tim va uning ishonchli yordamchisi. Yordamchisi? Sizning kuchingiz haqida eshitganmiz. Sizdan yordam so'ragani keldik. Ajoyib. Buyuklar buyugi, qudratlar qudrati. Mendan nima so'raysan? Ya'ni Timdan. U bizning saxovatli qirolimiz Tim. Bizning qishlog'imizda portal paydo bo'ldi. Fuqarolar undan qo'rqishyapti. Ba'zilar hattoki portaldan g'alati tovushlar kelishayotganini ham aytishyotdi. Qanday ovozlar? U katta buyuk Tim. Bu ya o'xshaydi yoki men buni yo'l bo'yi mashq qilib keluvdim. Lekin hozir o'xshamayapti. Bu ajdar. Ajdar deysanmi? Men buni o'ylab ko'rishim kerak. Hozir maslahatlashib kelaman. Juda zo'r. Mani portalga oldiga olib boring. Tezroq bo'la qol. Bo'l. Men qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Sen juda ham senga qimirlayapsan. Qirol Tim bundan norozi. Timlanding oliyjanob fuqarolari, sizning xaloskoringiz Tim keldi. Bu men. Sizning xaloskoringiz. Dunyoni qutqaradi. Iltimos, jim turing. Gapni tugatishimni kutib tursangiz bo'ladi-ku. Iltimos, jim turing. Nima? Uni boshqa joyga ko'chiramizmi? Xalqim, qo'rqmanglar. Men bu portalga kirib, ajdarxoni mag'lub etaman. Chunki men Timman. Biroz qo'shiq ayt. Men bu gaplarni unutib yubordim. Hoy, Tim, ishonching komilmi? Hoy sen, buyuk va qudratli Tim bilan bunday ohangda gaplashishga qanday jur'at etding? Men shunchaki buning xavfliligini aytmoqchi edim. Va sen umuman qudratli emassan. Sen o'ldira olmasligingni bilasan-ku, to'g'rimi? Nima? Men Timman. 2000 dan ortiq zombilarning kushandasi, zombilarning kuydiruvchisi va juda ham ajoyib loyli kulbalar quruvchisi. Shahardan 5 daqiqa, sohildan 5 daqiqa. Bu juda ham ajoyib. Sal oshirib o'rdingiz-ku. Menimcha siz aytayotgan narsalarda hech birta o'zingizniki emas-ku. Nima bo'lsa ham ketdi. Olg'a. Tim nima bo'lsa ham olg'a boradi. Ana u. Qo'yil, biz yutdik. Hozir bilsanglar agar men ajdarxoni o'ldirdim. Nima? Sening esa bu ajdarxomi? To'g'risini aytsam, ajdarxo qanday bo'lishini sendan so'ramoqchi edim. Demak, mana ajdarxo. Salom, men Timman, vizitimni qo'ying, Tim yo'q qiluvchi. Aha, bu juda ham yaxshi. Menimcha u qo'rqqandan qochib ketdi. Qani, janob kuylashni boshlang. Men bu yerda yo'qman. Qo'rqoq, u qaqirib ketdi-ku. Tim, egil. Aha, sen qaytdingmi? Menimcha mening qo'shiqchim ikkinchi marta qo'shiq aytmaydi. Aytaman. Tim, yordam ber. Axir sen g'oyalarga boy bo'lasan. Ha, rostdan ham men g'oyalarga boy bo'laman. Bilasanmi, qasrdagi o'sha rasmlar. Tim. Xo'p. Hozir. Qani Tim, o'yla.
Bu ulkan bahaybat ajdar. Uni o'ldirishda biror nima yo'l bo'lishi kerak. 2016 yilning ajdarhosi. Nima qilsam? Menimcha ajdar kuchini kristallardan oladi. Ella, sen ajdarho kuchini kristallardan olishini bilarmiding? Ha. Tim, sen ajdarhoni chalg'itib tur. Men kristallarni sindiraman. Men albatta hech qachon buni qilmayman. Nima? Sen qo'rqoq quyonmisan? Nima? Buyuk va qudratli Tim hech qachon qo'rqoq quyon bo'lmaydi. Bu yoqqa kel, qo'rqoq ajdarho. To'rt, 5, 6. Yana bitta kerak. Tim, yo'q. Qani? Bo'la qol. Tim, bir dona kristal qolib ketdi. Oyijon, hali maktabga bormayman. Bu mening so'nggi qo'shig'im. Tim, kristal sindi. Biz uni bor kuchimiz bilan urishimiz kerak. Tim, bo'l. Voy xudoyim. Men buni uddaladim. Tim. Yo'q. Janob qo'shiqchi. Men sizga hech qachon buni ayta olmagandim, lekin siz men uchun juda ham qadrli edingiz. Siz men uchun doim qo'shiq aytardingiz. Men sizni yaxshi ko'raman. U tirik. Zombi, uni o'ldir. O'ldi. Men taslim bo'ldim. Bu xuni eshitilyapti. Xo'sh, sen xursandmisan? Ha, axir buni men qildim, to'g'rimi? Va yana bilasanmi? Men yer usti lordi bo'lishidan zerikdim. Balki suv ostiga tushamiz. Yoki tog'largami? Men ularni zabt etishni xohlagan bo'lardim. Bilasanmi? Sen o'zingga biram qoyil qolasan. Ha, axir bu men. Minecraftdagi eng katta boshli odam. Ha, mayli, ketdik uyga.